Buqalarni Mash'jo'ldan do'qolisi boshlaymiz. Bugun biz Namangan viloyati Kosovoy tumani Tergachi bozoridamiz. Bu yerda mana shunday mayda buqalardan boshlaymiz-da. Xudo xolisa katta buqalar narxini yoritib borishga harakat qilamiz. Xudo xolisa buqalari zo'r-zo'rlardan chiqqan. Jupiga ham qaranglar. Dahshat buqalar chiqqan. Aka, nech puldan aytyapsiz bularni? 20 dan uchovini? Ikkovini. Ikkovini 20 dan kam bor deyapti ekan. Ko'ringlarchi. 20 million so'mdan kami bor. Burisichi? Bu 23. Aka, bular necha oylik atrofida? Necha oylik? 3,5 oylik. Bozor pul berdimi bunga? Bozor pul berdimi? Qancha berdi? 2 kam 20. Bulargachi? Jupiga 33 bu. Ya, 33 million so'm savdo bo'libdi jupiga. Berishmadi. Aka, nomer bermaysiz bularga? Nomer? Botvarlarda? Ya, dehqonchilikmi aka? Hammasi gibrid ekan-a? Hammasi. Tonna bo'ladigan buqalar ekan. Turishini qarang. Joni sog' bo'linglar. Biz sekin shu tomonga qarab ketamiz. Bugun salqinlik uchun odam juda ham seroq bozorda. Savdolar bo'lib turibdi. Undagi qaysi bo'lyapti-ya? Mashimi? Qaysi bo'lyapti aka? Qancha beryapsiz? 300 ming kam? 100 ming kam 17. 100 ming kam 17 million savdo bo'lyapti. Mana shu ham. Uylari hop, bitta atrofida kelib qoladi. Ya'ni davom etamiz. Buqalar qaranglar, zo'r-zo'rlardan chiqqanlar. Eng go'zal boraveramiz. Mana ham haqiqiy dahshat buqalar chiqdi. Nech puldan aka bular? 22 dan kam bor. Ya'ni ko'rsatib olaman aka. 22 dan kam bor ekan. Bosh. Voh, xonajim chiroyli. Bozor qancha qildi bular aka? 19 dan bermadingiz-a? Yosh qanaqa bular aka? 7-8 bo'ldi yani. Nomer berasizmi aka bularga? 99 lik. 998. Yana 98. 87. Yemishlari zo'r aka? Zo'r, yaxshi. Yani uchovini bir joyga olib turib, nech pulga beramiz aka? Uchovini bir joyga. 20 milliondan o'tib beramiz. 20 dan o'tib berasiz, ha? Gap. Zo'r aka. Sutga to'y ham zo'r ekan-da. Qayerga aka bu? Namangan Uchqo'rg'on. Uchqo'rg'on. Gap aka, rahmat. Hop, Kings. Aka, nech pul aytyapsiz buni? 300 million kam bu. Ko'chat. Bu tozasi emas aka, tozasi. Yo'q, gibrid. Gibrid, ha? Metal gibrid. Ko'pchilik toza devoradi-da, shangiz bilan. Yo'q. Bozor qancha berdi aka? 22. 22 millionga bermadingiz. Yo'q. Nech pulga qilib beramiz aka? Bo'lish. 23 bo'lsa beramiz. 23 ga o'tib bering aka. Shanga bo'lsa beramiz. Lekin yaxshi ekan. Aka, buqa zo'r ekan buni. Ha, ko'chat. Necha oylik aka? 5 oylik. 5 oylik. Dehqonchilik. Nomer bering aka, ehtiyot. 88lik. Hop. 891 891 1997. 1997. Qayerga shayki kerak aka? Ikki yon tergov. Biz Kosovoyda yaxshi mollar bo'ladi-da. Gap yo'q aka. Ko'ringlar. Buqa dahshat buqa. Keyingi xudo xolisa sizga ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Mana shu yerda bir jup yaxshi buqa bor. Bo'ylari 1.5. Tog'ani nech puldan aka? 17 dan ozgina kam bor deyapti. Bo'ylari 1.5 atrofida kelib qoladi. Bozor pul berdimi? 16 dan bermayapti. 3 tasini 16 dan. 16 million so'mdan 3 tasini berishmayapti mana. Keyingisi mana ola paroda. Nech pul ekan ham bu? Buni 20 million kam. 20 kam bor. Necha oylik? 5-6 oylik. 5-6 dehqonchilik, ha? Bozor nech pul berdi bunga? 5,5. 15,5 ga bermading. 16 pastga bitadimi? Yo'q. Tevaga. 16 dan tevaga bitadi. Yaxshi ekan. Bu go'lishdi emasmi? Semiradigan variantlar bor. Mana. 3 ga ketaman 200 ming rasm. Mana shu buqa savdo bo'lyapti. Hojaga qancha berdingiz? 18 bilan 800. 19 ga yetib bor ekan-da. Mana. 2 kam 19 million so'm savdo bo'lyapti mana shu. Yo'q. Zo'r. Tog'a qaysi bo'lyapti o'zi? Manami? Qancha? Mana savdo bo'lyapti ekan. Qancha bo'lyapti aka?
Buları 1.17 kelib qoladi. Qancha bo'lyapti, tog'a? Dehqonchilik aka? Yo'q. Tog'a qancha bo'lyapti oxiri? 17. 17 million so'm savdosi bo'lyapti. Yo'q. Zo'r. Xudo xolisa, mana shu tomonlarga o'tamiz. Sal maydon og'lidan ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Imkon qadar savdosi bo'layotgan joylarda. Qola juda ham ko'p chiqqan. Mana mana shu savdo bo'lyapti. Tog'a mana shu bo'lyaptimi savdo? Qancha berdingiz? 17 million so'm savdosi. 17 million so'm real. Bo'ylari 1.15. Yo'q, 1.10 kerak. 1.15 ga bo'lmasa kerak. 1.10 oshiqroq kelib qoladi, mana ko'ringlar. Keyingisi mana o'zimiz shevetladim. Nech pulga aka narxi? 17 qilishdi. 17 qilish. Siz 20 aytgansiz-a? Ha? 20 aytgan. 18 degan. 18. Yaqin aytdingiz-a? Yo'q. 17 millionga bermadingiz. Necha oylik tog'a bu? Necha oylik? Yoshidan necha o'tgan? Yoshidan necha o'tgan? Yo'q. Yoshidan Yo'q. Kengisini ko'rsatamiz. Mana ko'chat buqa savdo bo'lyapti. Qancha berdingiz aka? 17. 16? 16 million. Yaxshilab olib qo'ying. Yo'q. Shodan keldimi, ko'rib qoldim. Ha, yaxshilab. Necha oylik aka bu? Ha? Necha oylik? Bo'lsa bir 4 oylik. 4 oylik. Nech pul aytyapsiz aka o'zi? 20 million deyapman. 16 ga bermayapsiz. Ha, shu 16 million qilyapti. Yo'q. Yaxshi buqa ekanligi mana yana ko'ringlarchi. Keyingisi bir jip. Aka, jupiga aytamizmi yo donaga? Buni kuchliroq olgan-a? Ha. Javlonbek bu bo'ladimi? Buni kuchliroq olgan. Nech pul deymiz buni aka? Qanchaga bo'ladi oxiri? 19 ga bo'ladi. 20 dan kami bor. Bozorchi? 18 19. Yaxshi so'rabdi bozor aka. Bermadingiz. Nomer beramizmi? 93. 277 88 28. Sizda serob yana? Ha, bu qirg'iz toza. Qirg'iz toza. Alohida chiqarasizlar. Hop. To'pol ham bo'lib ketdi. Mana bu yerdan gibrid buqa bor ekan. Zo'r. Bu'lari 120 atrof bo'lmay ketib qoladi. Mana shunaqa buqani olib boqish kerak. Angus simitar bo'ladi. Boqaman deydi. Orzuram bilan. Aka narxi nech pul aka? 55 kam bor. 55? O'zi nima? Jupala. Ha. Ikkovi pashti bir xil ekan-a? Ha. Bozor qancha qildi? Ha? 47. 47 qildi, berishmabdi. 55. Hozir hayron bo'lib ketdim, buni rostib beraman. Ikkovi. Pashti bir xil ekan ikkovi. Ikkiligini kuchliroq keladi. 47 million so'mga berishmabdi jupani. Qaragasingiz. Shaytondan usto'ramiz. Aka bular nech puldan aytamiz? 17,5 dan kami bor, 3 tasi 17,5 dan kami bor mana. Buqalari bitta ko'ray, bo'ylari 17 kelib qoladi biroq. Bozor pul berdim aka bularga. Qancha berdi? 16 million berdi, berishmabdi. 16 million so'mga. Oldi tomondan ham tekis o'taman. Nomerni berasizmi aka? Ha? 50. 50. 552 8196. Jabr. Alo, manzil Namangan? To'raqo'rg'on Saroyda. Mashina. Mashinaga beradi mashinangizga. Uchatdi qarang. Qara 200 ming yo'l kirasi borda. Savdosi bo'lyapti. Tog'a qancha bo'lyapti? 2,18 million. Yo'q. Bitta ko'rsataychi. 2,18 million so'mga. Buqani ko'chasi savdo bo'lyapti mana. Egasini olmang. Ha, nima ular? Ya. O'zlariniki axir? Ha, boshqami? Yaxshi buqa ekan lekin, gap yo'q. Buni ham bitta ko'rsataylikchi mana. Shvet so'raganlarga. Tog'a qancha beryapsiz bunga? Chaynalish kerak yo'q. Chaynalish umuman kerak. 16,5. Aka nech pul aytyapsiz? 18,5 ozgina kam bor deyapti. Zo'r, 16,5.
16,5 beryapti. Gap zo'r. Buni ko'rsatamiz keyingi kelar mana. Yaxshi buqalari ko'chib orasiga kirib qoldi. Aka qanchaga chiqdi? Aka 16,5 beryapti. Hozir. Yaxshi. 16 bilan 7 ga chiqdi. 16 bilan 7. Necha pul aytyapsiz? 20 kam bor. Gap yo'q. Zo'r, maragasini bersin, lekin buni savdo bo'lmadi hali. Davom etamiz mana. Xudo xolisa sekin. Pulga bersangiz sanadim. Tog'a qansiga beryapsiz? Buningki qancha? 18 million. Ha, 18. Zo'ra, Yaxshi. qanday go'zal bu olam. Qayerga ketasiz? Andijon. Andijonga olib ketadi tog'amiz. Faqat shivit oladilar. Andijonliklar keldi dedi-yu, bilasizmi? Tog'amiz faqat shivit oladilar mana. Yo'q. Tog'antani yana bitalagi bosib qo'yamiz. Tog' har safar keladilar. Andijondan keladilar. O puli yengilidan aka jupiga qancha aytamiz narxini? 20 dan kami bor mana bir jupga 20 dan kam bor. Bozor pul berdim aka. Qancha berdi? 35,5 pul beribdi jupiga berishmabdi. 35,5. Yo'q. Mana aka buni bu qo'yim gazi uzunaganda. Zo'r ekandagi mana shu qo'yim. 17 atrofida kelib qoladi. Qancha berdilar aka? 100 ga 19 million. Zo'r pul berib ketdilar. 100 ga 19 million. Yaxshi. Tog'i bor 20 ga xudo xolisa o'tib beradilar-da mana shu buqani. Yaxshi buqalar. Dehqonchilik bo'lsa kerak menimcha. Shuning mashina bo'lsa ko'radi. Davom etamiz. Katta buqalarga qarab o'tib ketamiz. Mana qarang, sizga ham normal qo'ygan. Narxini beramiz, bo'ylab 1.7 atrofida kelib qoladi. Savdosi qanchaga chiqdi? Savdo har xil bo'libdi. 21 gacha bo'libdi. 21 ga ham bermadingiz. Aytilishicha buni. Aytilish 23. 23. Yaxshi buqa ekanda. Baldoq o'zimizni baldoq. O'zbekiston. Keyingisi ko'rsatamiz. Mana. Qanchaga chiqdi o'g'il buni savdosi? Chiqib olmaymi? Yo'q, molli olyapti. 18,5. 18,5 ga berishmayapti. Berishmayapti. Yaxshi pul beribmanmi? Yaxshi Mana bozorda o'z bilasiz. Pulni yomon bo'lmaydi, yaxshi, zo'r beribsiz. Buzov Akamiz ham dehqon ekanlar. Ha? Yapondan ham yomon-da, ular mashina olib borish. Yo'q-a? Yo'q. Aka necha oylik bu? 6 oylik gap. Mana. Yo'q. Davom etamiz. Keyingisi bu qancha bo'lyapti ya? Mashinani bitta ko'raylikchi. Savdo bo'lyapti mana shu qamizda. Tog'a qanchaga chiqdi? 20 millionga o'zing bilib o'tib bergin deyapti aka akamiz. Chaynalib turibdi. Gap yo'q. Davom etamiz. Sementali gibrid. Savdosi qanchaga chiqdi tog'a? 19. 19. Necha pul aytyapsiz? 25 deyapmiz. 25 deyapsiz. 19 million bozor berdi. Bermadingiz. Yo'q. Shayda ham savdo bo'lyapti hozir. Bilib beramiz. Mashi bo'lyaptimi? Marka Aka mashi bo'lyaptimi? Qancha? 18 million. 18 million savdo bo'lyapti mana shu qamiz. 18 million hozir yana 100 ming qo'shdilar tog'amiz. Aka yomon bo'lmasin, yaxshi. Davom etamiz. Tog'a qaysi bo'lyapti? Uzr. Mana uni qanchaga chiqdi? 19 million berishyapti. Bermayapti. 19 million so'mga berilmayotgan bu qamiz mana. Buni buni solishtirib ko'ring. U mana bu. Davom etamiz. Ko'rib boraveramiz. Mana installinglar mol yo'qchiga mol. Aka, necha pul aka? 20 million. Beryapti bozor. Siz necha pul aytyapsiz? 20? 1. 25 aytilyapti ekan, 20 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. 1 yashar bo'libdi deyishyapti. Gap yo'q. Zo'r. Mayli. Sizdami jiya? Necha puldan ekan bular?
Jupi 55 gapi. Necha oylik? 10 oylik bormi? 6 oylikmi? 55 kabi bor. Bozor qancha qildi bozor? 49 ga bermading. Gap yo'q mana. Buni shoqi bor, buni shoqi yo'q olgan-a bunisini. Svental. Nomer berchi-ya? Savdo bo'lyapti shekilli. Shayl savdo bo'lyapti akalar. Hozir nomerlarni olamiz, savdoni buzmaydi. Yaxshi ekan. Aka qancha bo'lyapti? Yo'q. 50 ga chiqdimi? Sizniki? Siz 50 million pul berasiz. 25 dan olganda? Yo'q. 25 million so'mdan 50 million so'mga. Akam savdo qilyapti ekanlar. Zo'r. Ha? Ha, egizami bular? Ha, bitta ona tuqqanaga akalar egizak. Yo'q. Mana bu. Davom etamiz. Keyin ko'rsatamiz. Keyingisi mana yemga tayyor variantlar. Aka, mana shu savdosi qanchaga chiqdi? 25 million ga berilmayapti. Aytilishicha qancha aytyapsiz? Savdo bo'lyapti shekilli. Davom etamiz. Sigirlar ham paydo bo'lib qoldi. Hop, mana shu yerda ham sigir bozori bo'lib qoldi. Manalar ham bozor. Mana boqma bu qamza akalar. Buni ko'rsataylikchi. Sevintalga o'xshab. Aka, savdosi qanchaga chiqdi? 21 millionga chiqdi. Bermadingiz. 21 million so'mga berilmagan bu qabzman. Onasidan ajragan deyishyapti. 21 million so'mga. Yaxshi. Xudo xolisa akalar, qo'limizdan kelgancha bozordagi narx-navoni yoritib borishga harakat qildik. Aka, mana shu qanchaga ketdi? Yo, endi aka sotdi. Endimi? Yaxshi buqa. Hop, mana shu yerda ham 3 ta buqa bor ekan. Shuni ham hozir egalaridan narxini bilib berishga harakat qilaman. Boqma buqalarimiz. Cho'g' ham bir xil ekan gidolar. Xo'p akalar, ikkidona buqani haqiqiy dahshat chiqibdi. Hozir egalaridan ma'lumotini olib beraman. Aka, sizlardan emasmi? Egalar haqida akalar. Hozir qancha bo'lyapti bilib beramiz xudo xolisa. Aka, bu qancha bo'ldi? 20? 31 million 200 ming so'mga. Tarozi totib olish ekan. Mana shu ikkitasini bilib beramiz. Necha puldan olgan-ku bular? Egasi kim? Tog'a, assalomu alaykum. Sizdanmi? Ha. Sizdanmi? Narxi necha puldan olgan? 70 milliondan. 70 milliondan kami bor. Oyoq bayana. Taroziga necha pul deyapsiz? 75. 75 ming. Baho qilishdimi? Qancha qilishdi tarozi? Taroziga 70 dan qiling. 70 dan. Oyoq bayanchi? Oyog'iga qilmayapti. Oyog'iga qilmayapti. Yo'q, yo'q. Havas qilganlar bittalarga bosib qo'ydi. Bu ancha boqqansizda aka, mehnat ancha yerda. 2 yil boqilgan. Kishi nechta aka bular? Endi chiqaryapti. Endi chiqaryaptimi? Aka, haqiqiy 100 talik yeganda. Bu sizdan emas-a? Ham 3 tasi ham bor. 3 qo'yamiz sizdan. Bari green buni Angus kuchli yeganda baribir. Bu ham shunaqami 2 yil atrofida qo'ydi. Buni qancha qilishdi bozor? O'sha 70 dan. Hammasini o'pish qilyapti kerak. Yo'q, egalar havas qilganlar. Oldini ham qaranglar, 1,5 metr ketgan. Xudo xolisa kelar bozordagi boshqa tuzroq semiz buqa chiqmagan, qo'la go'sht buqalar. Olingan hamda sotilgan narxlarni hozir chiqaramiz. Mayda buqalarni xudo xolisa to'liq videosini qilib berdik. Boqma buqa mayda buqalar. Havas qilganlar bitta like bosib qo'ying. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.